Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 9-sinf matematika yakuniy imtihon savollari bo'yicha davom qildiramiz. Demak, bizda 4-bobga keldik. Ya'ni 4-misollarga elementar funksiyaning grafiklarini, ya'ni bu yerda asosiy misollarimiz moslashtirib chiqishdan iborat bo'ladi. 3 ta grafik berilgan bo'ladi va bizda A ga qaysi to'g'ri keladi, misol uchun B ga qaysi to'g'ri keladi va C ga qaysi to'g'ri kelishini yozishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin sizlar bilan biz funksiya grafiklarini bilib olsak, birinchi navbatda chiziqli funksiya qanday ko'rinishda bo'ladi? Chiziqli funksiya y teng kx qo'shilgan b ko'rinishda bo'ladi va buni grafik yordamida ifodalasak, asosiy narsa bu yerda k ning qiymatiga bog'liq. Agar k ning qiymati bu yerda 0 dan katta bo'lsa, o'suvchi bo'ladi. O'suvchi va grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Agar k ning qiymati 0 dan kichik bo'lsa, bu kamayuvchi bo'ladi. Kamayuvchi esa mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni pastga tomon yo'nalgan bo'ladi. Bizning bu misollarda faqat shu ikkita holatni bilsak yetarli. Qolganini alohida ko'rib chiqamiz. Keyin bizda qanaqa funksiyalar bor? Y teng x kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c. Bu bizda kvadrat funksiya hisoblanadi va kvadrat funksiyaning grafiki qanday ko'rinishda bo'ladi? Kvadrat funksiyaning grafiki parabola shaklida bo'ladi. Ya'ni shoxlari yuqoriga qaragan bo'lishi mumkin. Bu albatta a ning qiymatiga bog'liq. Agar a ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, shoxlari yuqoriga qaragan bo'ladi. Agarda a ning qiymati 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, shoxlari pastga qaragan bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni a ning qiymatiga bog'liq bu yerda. Mana shu ikkita holatimiz bor. Yoki yana bitta funksiya mavjud. Y teng k taqsim x ko'rinishidagi funksiya. Buning grafiki qanday ko'rinishda bo'ladi? Demak, bu yerda 1 taqsim x, 2 taqsim x grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Qachonki k ning qiymati 0 dan katta son bo'lsa. Agar k ning qiymati 0 dan kichik son bo'lsa, -1 taqsim x, -2 taqsim x bo'lsa, unda funksiya grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shu holatlar bo'yicha bizda asosan 3 ta funksiya berilgan, grafiklarni moslashtirib chiqishimiz kerak. Mayli. E'tibor beramiz. Demak, birinchi funksiya bu y teng k taqsim x funksiyaniki. Demak, bu yerda birinchi chorak va 3-chi chorakda o'tgani uchun k musbat. Albatta javoblar bo'yicha faqat 4-chi to'g'ri keladi bunga. Demak, 4. Ikkinchi chiziqli funksiya va yuqoriga qaragan. Bu chiziqli funksiyalarda faqat ikkitasi berilgan bizga. Ikkitasi berilgan. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Demak, yuqoriga qaragan bo'lgani uchun bu yerda albatta birinchisi to'g'ri keladi. Ya'ni 1 bo'ladi. Uchinchisi parabola. Demak, kvadrat funksiya. Bizda qaysi kvadrat funksiyalar berilgan? Ikkita kvadrat funksiya berilgan. Bittasi mana bu a ning qiymati musbat, ya'ni shoxlar yuqori qaraydi. Bunda esa shoxi pastga qaragan bo'lishi kerak. Shu bo'yicha farqlaymiz. Demak, bunga 3 to'g'ri keladi. Birinchi misol ishlandi. Davom qildiramiz ikkinchi misolda. Chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyalarni topib olamiz. Demak, chiziqli funksiya mana bu yerda bor va mana bu yerda bor. E'tibor beramiz, pastga tomon yo'nalgan. Demak, bu kamayuvchi esa 6-chi to'g'ri keladi. 6. Keyingi holat bo'yicha bu yerda y teng k taqsim x niki ko'rinishda. Demak, k taqsim x dan bizda faqat bitta bor ekan. Mana buning o'zi.
Demak, bu 2 to'g'ri keladi. Keyingi bu yerda 5 ham bor ekan, ikkitasi bir xil noto'g'ri tushgan menimcha. Sida bu kvadrat funksiya. Shoxlari yuqoriga qaragan. Albatta bu birinchi to'g'ri keladi. Davom qildiramiz. 3-misol. Demak, shoxlari yuqoriga qaragan parabola. Bu yerda kvadrat funksiyani topamiz. Kvadrat funksiya ikkinchida berilgan va 4-da berilgan. Shoxlari yuqoriga qaragani bu albatta 4-to'g'ri keladi. Sababi a ning qiymati 1 ga teng, musbat. Davom qildiramiz. Keyingisi chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyaga mana bu yerda bor, mana bu yerda bor. Demak, yuqoriga qaragani uchun, to'g'riga ketgani uchun bu 3-to'g'ri keladi. Musbat k ning qiymati. Keyingi bu y teng k taqsim x ning bizda ikkitasi berilgan. Mana bu yerda bitta berilgan va mana bu yerda bitta berilgan, ikkita berilgan. Endi qarang, bu birinchi chorak bilan 3-chorakda o'tsa, birinchi chorak bilan 3-chorakda o'tish kerak edi u. Aslida demak, o'zgargan bu yerda k ning qiymati 0 dan kichik. K ning qiymati 0 dan kichik, birinchi to'g'ri keladi. Davom qildiramiz. 4-chi. Demak, chiziqli funksiya. Chiziqli funksiya bu yerda mana bu yerda bor, mana bu yerda bor. Endi yuqoriga qaragani uchun albatta bu ikkinchi. Keyingi y teng k taqsim x. Demak, birinchi bor, yana bu yerda 6-chi bor. Bu yerda ham noto'g'rilik ketgan. Ikkitasidan bittasi minus bo'lishi kerak edi. Bu yerda ham 1 ham 6 to'g'ri kelgan. Keyingi shoxlari pastga qaragan parabola. Shoxlari pastga qarashi uchun minus bo'lishi kerak edi. Demak, minus x kvadrat bori bu 5 bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingisi a da, demak, shoxlari pastga qaragan parabola. Bizda ikkita bor. Demak, birinchi to'g'ri keladi, manfiy. Keyin ikkinchisi y teng k taqsim x funksiyaning grafiki. Bundan bizda ikkita bor, ikkita. Bu yerda birinchi chorak bilan 3-chorak bo'lganda musbat bo'ladi. Demak, bu ikkinchi chorak bilan 4-chorak bo'lgani uchun manfiy 5-to'g'ri keladi. Keyingi chiziqli funksiya ikkita bor, 3-chi va 4-chi. Pastga tomon yo'nalgani uchun albatta bu 4-to'g'ri keladi. 6-chi. Parabola shoxlari yuqoriga qaragani uchun bu yerda 5 to'g'ri keladi. Y teng kx plus bu chiziqli funksiya yuqoriga qaragani uchun 2-to'g'ri keladi. Va mana bu y teng k taqsim x bo'yicha 4-to'g'ri keladi. Keyingi misol. Demak, chiziqli funksiya pastga tomon yo'nalgani uchun 3-to'g'ri keladi. K ning qiymati manfiy. Bu y teng k taqsim x ikkinchi chorak bilan 4-chorakda joylashgani uchun bunga to'g'ri keladigani 5-chi bo'ladi. 5 ni yozamiz. Keyingisi shoxlari yuqoriga qaragan parabola bo'lsa, bu albatta 4-chi to'g'ri keladi. 8-chi. Demak, y teng k taqsim x 5 to'g'ri keladi. Pastga qaragan shoxlar parabola 4-to'g'ri keladi. Shoxlar yuqoriga qaragan to'g'ri chiziq. Demak, bu musbat bo'lishi kerak, 2-to'g'ri keladi. Demak, parabola shoxlari yuqoriga qaragan, a ning qiymati musbat 6-to'g'ri keladi. Y teng k taqsim x va kam bu yerda manfiy 5-to'g'ri keladi. Keyingisi chiziqli funksiya pastga qaragan 4-to'g'ri keladi. 10-misolda y teng k taqsim x birinchi va 3-chorak bo'lgani uchun 1-to'g'ri keladi. B-sida
Demak, shoxlari pastga qaragan parabola, pastga qaragan ayni qiymati manfiy 6 to'g'ri keladi. Va ikkinchisi chiziqli funksiya. Yuqoriga qaragani uchun bu 4-chi to'g'ri keladi. 11-misol. Shoxlari yuqoriga qaragan. To'g'ri chiziq yuqoriga qaragan. Bu yerda k ning qiymati musbat 1-chi to'g'ri keladi. Shoxlari yuqoriga qaragan parabola 6-chi to'g'ri keladi. Y teng katasi x 2-chi to'g'ri keladi. 6-chi misol. Y teng katasi x 5-chi to'g'ri keladi. Shoxlari pastga qaragan parabola 2-chi to'g'ri keladi va to'g'ri chiziq pastga qaragan 4-chi to'g'ri keladi. 13 y teng katasi x 3-chi to'g'ri keladi. Shoxlar to'g'ri chiziq yuqoriga qaragan 2-chi to'g'ri keladi. Shoxlar yuqoriga qaragan parabola 4-chi to'g'ri keladi. 14 pastga qaragan to'g'ri chiziq. Demak, 2-chi to'g'ri keladi. Y teng katasi x bu yerda manfiy bo'lishi kerak. 5-chi to'g'ri keladi. Shoxlari pastga qaragan parabola albatta 4-chi to'g'ri keladi. 15 shoxlari yuqoriga qaragan parabola 3-chi to'g'ri keladi. Shoxlari to'g'ri chiziq yuqoriga qaragan 2-chi to'g'ri keladi va y teng katasi x bo'yicha 1-chi to'g'ri keladi. 16-chi oxirgi misol. Y teng katasi x teng k manfiy bu yerda 6-chi to'g'ri keladi. Pastga qaragan to'g'ri chiziq 4-chi to'g'ri keladi va shoxlari pastga qaragan parabola bu yerda 5-chi to'g'ri keladi. Bu 4-chi misollar edi.